Assalomu alaykum hammaga. Gentra mashinasi olib qolganmiz. Motor taqillab qolgan. Gentrani ochishni boshladik. Xirurg akamiz instrumentlar bilan operatsiyani boshladilar. Operatsiyamiz davom etyapti. Operatsiyamiz qo'ldan tayyor. Gentramizdan bir chiqdi. Karter qismi paddon deb qo'yadi-ku. Kladishlari ichida yotibdi. Nima bo'lgan xabarimiz yo'q, lekin o'ta qattiq nagruzka olgani aniq. Detallari. Gentramizni kladishlari erib ketibdi. Shatuni taqillab qolgan. Mana ichlari strujka bo'layotibdi. Gentrani bloga chiqardik.